Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bizlar energetiklar laboratoriya mashg'ulotimiz darsimizni olib boramiz. Ushbu laboratoriya darsimizning mavzusi inson tanasining ayrim a'zolariga elektr toki bilvosita tekkandagi kuchlanishni aniqlash. Demak, laboratoriya mashg'ulotimizning asosiy vazifasi quyidagilardan iborat bo'ladi. Biz bilamizki, energetika sohasida juda elektr toki bilan ishlagandan keyin bevosita xavflilik darajasi ma'lum. O'sha uchun qancha misol uchun elektr toki inson organizmida ta'sir qiladi, bugungi laboratoriyamizda ushbu nimani ko'rib chiqamiz. Demak, avvalambor ishdan maqsadimiz oqim kuchini bilvosita jonli qismlarga tekkirish orqali o'lchash. Endi biz jonli qismni bu yerdan maqla olmaymiz, chunki sababi bilasizlar, jonli nimani elektr tokiga tekkizish qat'iyan man qilinadi. Buning uchun bizda laboratoriyamiz mavjud. Bu yerda laboratoriyada inson qo'li bilan o'shanday tabiiy vositani nima qilib qo'yilgan, tayyorlab qo'yilgan. Keyin endi umumiy qisqacha ma'lumotlar aytib o'tib ketaman. Oqimning inson tanasiga ta'siri, shikastlanishning tartibi va oqibatlari bo'yicha quyidagi omillarga bog'liq bo'ladi. Birinchi, joriy qiymatlar. Joriy ta'sir qilish muddati. Tokning chastota va turli qo'llaniladigan kuchlanishi. Qo'llanilgan kuchlanish, ya'ni tarmoqdagi kuchlanish, inson tanasining qarshiligi. Inson tanasi orqali oqib o'tish yo'llari, inson salomatligi holati va e'tiborli omillar, ya'ni yuqoridagi e'tiborli omillarni albatta ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Umumiy olganda elektr toki urishining natijasi elektr toki oqimining tanasi tomonidan yuritilgan energiya miqdori bilan belgilanadi. Demak, inson tanasi orqali o'tadigan oqim miqdori qanday kuchlanishiga bog'liq. Ya'ni va inson tanasining qarshiligi R deb qabul qilamiz. R deb qabul qilamiz. Inson tanasining ayrim a'zolariga elektr toki bilvosita tekkanning kuchlanishi. Yuqorida aytib o'tganimdek, bu laboratoriyada kichik surat qilib ko'rsatilgan. Yuqorida aytib o'tgan qiymatlar R, I va kuchlanishlar, ya'ni qarshilik, kuchlanishlar. Demak, laboratoriyada tasavvur qilishimiz kerakki, inson qo'li orqali tekishi va yerni qarshilik qiladi. Quyidagi formula orqali uni topib olamiz. Quyidagi formula orqali topamiz. Ma'lum bo'lishicha, inson tanasidagi oqim eng qisqa yo'l bo'ylab o'tishi shart bo'lmas ekan. Asosan eng xavfli oqimning nafas olish organlari va yurak bosim. Endi tasavvur qilamiz. Elektr toki urdi. Misol uchun inson tanasida elektr toki o'tdi. Bunda xalqimizda bitta ajoyib gap bor. Tok ursa tizzagacha ko'mish kerakmi yoki belgacha ko'mish kerak? Mana shunaqa xalqimizdagi chiroyli terminlar bor. Asosan tok urganda bitta mantiqiy joyga o'tamiz. E'tibor beringlar. Inson tok ostiga tushsa, kuchlanish ostiga tushsa, kuchlanish inson organizmida o'tib ketib qoladi. U inson tanasi uni zaryad qoplash xususiyatiga ega emas. Bu degani inson tok ostiga tushsa, deylik, inson tok ostiga tushgan paytida inson uni tanasidan kuchlanish insonni tanasidan shuncha o'tib ketadi. Endi tasavvur qilamiz.
inson kuchlanish ostiga tushdi. Tok urdi. O'sha paytida insonda bo'layotgan organizm qon bosimi oshishi, nafas qisilishi, ko'krak qafasini qisishi, bu degani tasavvur qilinglar, nafas ola olmayapti. Inson nafas ola olmaydi. Uni ko'mib qo'yish qanchalik mantiqqa to'g'ri keladi. Mana shu holatlarda nazarga olgan holatda inson tanasida tok urgan paytida uning qarshiligi qancha bo'ladi yoki bo'lmasam nimasi qancha bo'ladi? Bizda shunday sharoitdan mo'ljallangan. Buning uchun bizga quyidagi laboratoriya stendimiz yordam beradi. Ushbu stendni oldin yaxshilab ulash sxemalarini ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda model sifatida insonni qarshiligi holatlari ko'rsatilgan. Tagida parametrlari mana inson organizmi to'liq qilib ko'rsatilgan. Bu yoqda uning qarshiliklari va o'tkazgichlari nimalar ko'rsatilgan. Bu yerda esa o'lchash qurilmalari yordamida amalga oshiriladi. To'xtatdimmi? Demak, avvalambor laboratoriyani yopib olamiz. Ulashga e'tibor bergan bo'lsangizlar, mana model ko'rsatilgan. Mana ko'rsatilgan. Ben hozir mana stenddan ko'rinib turibdiki, tanasidagi qarshilik mana insonni sxematik ko'rinishi tasvirlangan. Uning uchun birinchi tanadagi oyoq ostidagi qarshilikni oshiraman. Mana va tarmoq qarshiligini, ya'ni kuchlanishni oshirgan holatda tarmoqning masini oshirib olaman. Mana uni ham oshirib olaman. Demak, tarmoqdan ta'sir qilayotgan kuchlanishni qarshiligi, insonni qarshiligi hozir nimada va yerni qarshiligini ko'rishimiz mumkin. Mana e'tibor qilgan bo'lsangizlar, mana bu yerda kam miqdorda ko'rsatiladi, chunki laboratoriya sharoitida takrib hisoblanadi. Mana bu talabalar bizlarga boyagi sxemani o'zgaga ko'rsatib beraman. E'tibor bergan bo'lsangizlar, stendda ana shunday holat mavjud edi. Biz aynan bu holatda mana bu holatdagi qarshiliklarni umumiysini oldik. Bu bizda 1.76 ni keltirib chiqardi. 220 volt kuchlanishni qabul qilib olamiz. Demak, quyidagi masalani hisoblashni boshlaymiz. Inson tanasiga kerak bo'ladi. Inson tanasida necha amper tok oqib o'tganini bilib olishimiz uchun quyidagi formuladan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Unga ko'ra, bu inson tanasidagi oqib o'tgan tok, bu kuchlanish va umumiy qarshilik. Ya'ni insonning qarshiligi. Demak, bizga kerak bo'ladi u esa 220 volt qabul qilib oldik, chunki tarmoqdagi 220. Boya esingizda bo'lsa, laboratoriyada hisoblaganimizda, ya'ni bu qism va bu qismni qo'shib hisoblaganimizda 1.76 ohm qarshilik bizga paydo bo'ldi. Demak, yuqoridagi formula orqali hisoblaganimizda 220 ni 1.76 ga bo'lgan holatimizda 125 amper inson tanasidan oqib o'tgan tokni ko'rishimiz mumkin bo'ldi. Hurmatli talabalar, hurmatli kanalimiz ishtirok qatnashchilari, kelgusida Xudo xohlasa yaxshi nimalarni bo'ldimi? Yaxshi bo'ldimi?